Xonimga Ziyoddin. Salom, o'ylayapman. Nima bunga kech turkayapsiz? Xonimlar ko'p mijozlarga polipropilen ipi dog' o'ziga changlos tushamaydi desa, ishonishmayapti. Shuni hozir bitta sinab ko'rsatib bermoqchiman. Zo'r bo'pti. Agar video sizlarga ham qiziq bo'lgan bo'lsa, oxirigacha ko'ringlar. Yo'qmi? Ko'rib turganlaringdek, polipropilen ipida to'qilgan gilamimiz o'zida dog'lar ushlab qolmadi. Bu ipda to'qilgan gilamlarimizni oshxonaga yoki ko'p bolalar o'ynaydigan, ko'p ishlatilgan xonalarga bemalol olib solishlarini maslahat beramiz. Kimga shunaqa sifatli gilamlar zarur bo'lsa, fargingizni bemalol barcha filiallariga murojaat qilsalaring bo'ladi.